Assalomu alaykum ağalar, eson-omonmisiz? Alloh taolam ishlaringizga baraka bersin. Xudo xolasa bugungi ikkinchi savdamiz 1 tonnalik benzinli 3 g'ildirakli benzinli mototsiklimiz bo'ldi. Bu mototsiklimiz haqida hozir batafsil tushuncha berib o'tamiz. Buni xudo xolasa bu mototsiklimizding narxini oxirida aytib o'tiraman. Bu mototsiklimiz onlayn savdo asosida sotganmiz. Bitta pasport bilan hech qanaqa to'lovsiz faqat o'sha o'zini o'zi band qilish uchun 375 ming so'm to'lov bilan chiqqan, ish joyisiz, hech qanaqa plastik, boshqa aborotlarsiz berilgan. Mototsikl olishni xohlaganlar bo'lsa bizga murojaat qiling, telefon raqam qoldiramiz. Siz uchun albatta bitta imkoniyat, variant topamiz. Jayhun Motors jamoasi doim siz uchun harakatda, izlanishda. Mototsiklimiz haqida kelsak, mototsiklimizning bort razmerlari uzunluğuna 1,8 metr, eniga 1,30 hisoblanadi. 1 tonna gruzopodyomni ustida bemalol torta oladi mototsiklimiz. Mototsiklimiz qo'sha ramlar bilan jihozlangan bo'ladi. Qo'sha ramlar bilan jihozlangan. Mototsiklimizding alohida jihatlaridan bittasi radiatorni mana ko'rishingiz mumkin. Zonshin motorlar bilan motorlar ustanovka qilingan bo'ladi. Xudo xolasa пониженный передачалari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Bu mototsiklimiz oldi juda ham baquvvat qilib ishlangan. Mana Cavallo brendi ostida shamoldan to'suvchi oynalari mavjud. Ağalar bu mototsikllarimizni xudo xolasa hokim yordamchisi orqali onlayn asosda bitta pasport bilan kreditga berganmiz. Buni to'lovlari xudo xolasa hozir hisoblab aytamiz. To'lovlarni ham to'lovlari xudo xolasa arzon chiqadi. 6 oygacha, mana hozir ko'rishingiz mumkin. 6 oygacha 375 mingdan 6 oydan keyin 1 million 210 ming so'mdan chiqadi bu mototsiklımızın to'lovlari. Ağalar bu mototsiklımızın 100 kilometrga 4-5 litr расход qiladi. Tormozniy sistemalari, пониженный передачалар bor. 1 tonna yukni bemalol o'ynab kulib tortiladi. Bu xalqni ishonchiga kirgan mustahkam rama, qo'sha rama bilan jihozlangan. Hech qanaqa ramalarida boshqa joyda muammo bo'lmaydi. Bizni kuzatishda davom eting ağalar. Xudo xolasa bu mototsiklımizning narxi, kredit narxi 25 million so'm bo'ladi ağalar. Buni o'z manziliga, o'z egalariga dostavka qilib yetkazib beramiz. Oylik to'lovlari o'sha 6 oygacha 375 ming so'm, 6 oydan keyin 1 million 210 ming so'mdan boshlanib oyma-oy qaytib ketadi. Bitta to'lov qilib yuborgan paytingiz foizi ham qaytadi, boshqasi ham qaytadi. Xullas, yillik 18% dan hokim yordamchisi orqali berilgan bu mototsiklimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Qonliko'l rayonidan ketib boradir. Sog'lom bo'ling ağalar. Xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz. Xudo xolasa mototsiklimizni o'z manziliga yuklab jo'natamiz. Yukladi Orambek. Assalomu alaykum. Mana ağalar mototsiklimizni yuklab bo'ldik. Endi o'z egalarini o'z manziliga yetkazib bersak, xudo xolasa bu savdomiz o'z yakunini yetadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Alloh taolam ishlaringizga baraka bersin. Xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz. Jayhun Motors jamoasi doim siz uchun harakatda, izlanishda. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.